Assalamu alaykum, hörmətli anlıqçılar. Aram günlərinizlər yaxşı ötkəndi. Tanış asayişlik, xatırcamlik həmmimizə yar bolğay. Hazır Yasincan Sadıqçıoğlanның Bahadirname namlıq romanının 4-cü qismini oquşunu başlayman. Qinəmsə diqqətinizlər ündidarda bolsun. Şu günlərdə küz fəsli axırlaşıb bolğuca, rəqibi Yodgor Muhammad Mirzani məğlub qılıb, qishni Herat shahrida o'tkazishni ko'ngliga pukkan Husayn Boyqara oldirab qolgan edi. Sulton Abu Said Mirzaning o'limi bilan tang, uning o'z oldiga mustaqil hokimiyat tiklash orzusi kundan kuniga kuchayib ketgan, Heratni Xonzoda Sulton Ahmad Mirzaning yordamisiz elishni ko'ngliga pukkan edi. Shunga u dadasining qisosini elish uchun Heratga oldirab lashkar tortgan Xonzoda Sulton Ahmad Mirza bilan ko'rinishda birlashgan qiyofatga kirib elib, ozg'ina lashkari bilan hu qilib qo'yib, amaliyotda asosliq lashkari kuchini meterlatmadi. Xonzoda Sulton Ahmad Mirza bilan Yodgor Muhammad Mirza bir necha qatim qattiq jang qilgan bo'lsa, bir-birini yenga olmadi. Puxta tayyorlik ko'rgan Yodgor Muhammad Mirza Herat shahrini mahkam saqlab mudofiyada turvagan edi. Vaqtning uzurishiga ergishib, Xonzoda Sulton Ahmad Mirza shaharni muhosir qilib turaverishdan zerikdi. U yo shaharni ololmay, yoki lashkarlarni chekindirib ketolmay turgan paytda oyg'oqchilari Samarqanddagi bir qism peshqadam amirlarning Samarqand taxtiga inisi Sulton Muhammad Mirzani o'ltirg'izishni maslahatlashganlik haqidagi mish-mish xabarni yetkazdi. Bu xabar uning Yodgor Muhammad Mirzani o'ltirib, ot qisosini elish orzusini birdinla sovutibdi. Gerçi xonliq taxtiga cho'ng o'g'il varislik qiladiganligi aniq bo'lsa-mu, Xonzoda Sulton Ahmad Mirza ot qisosini elishga oldirib, toj kiyib, taxtda o'ltirish murosimi o'tkazmagan, o'zini Mavara-un-Nahir saltanatining qonunliq hukmdori deb jakarlamagan edi. Mushu sababdan uning ko'ngliga gumon tushdi. U Samarqand taxtigohini inisiga tatqizib qo'yishdan ansirdi-da, Heratni qamaldan bo'shatib, barliq sarkarda lashkarlari bilan Samarqandga qarab yo'l oldi. Vaziyatni inchki tahlil qilgan Husayn Boyqara Samarqandga qaytgan Sulton Ahmad Mirzaning pat yaqinda Yodgor Muhammad Mirzaga jazo yurish qilishga oldirmaydiganligini jazmlashtirdi. Xonzoda Sulton Ahmad Mirza inilardan voyim yeb qolgan bo'lsa, endi Samarqand taxtigohidan oldirab ayrilmaydi. Yangidan qo'liga olgan saltanat asosini puxtalab olmay, inilari ham ordusidagi amirbaglarning sadoqatiga ko'ngil to'xtatmay turib, lashkari kuchini xo'ratmaydi. Agar u Samarqandda medirilmay turaversa, Yodgor Muhammad Mirza boshchiligidagi shohruhiylar Heratni markaz qilgan saltanatni texmo mustahkamlab oladi. Balkim meni Xorasondan haydab chiqarishga harakat qiladi. Sulton Abu Said Mirza katta hukmdor o'lib ketgan bilan Miran shohlar avlodiga sal qarashqa bo'lmaydi. Ular yanada kuchlik, oldirab tang kelish mumkin emas. Oxirgi hisobda qarab turib toji taxtsiz, zimin tasarrufsiz qoldig'ini men bo'lib qolamdiman nima? To'g'ri. Hozir Yodgor Muhammad Mirza vaqtliq ustunlikni egilganda qilgan bilan uning saltanat asosi puxta emas. Sulton Ahmad Mirzaning ha deganda Heratni ololmasligidagi sabab ot qisosini elishga oldirab, jang tadbiriga sal qaraganligida. Men yana uning bilan bo'lgan munosabatni saqlab, Yodgor Muhammad Mirzani yetim qoldiray. Heratga lashkar tortishga oldirmay, ahvolni puxta kuzatay. Qaramliq qilsam ziyon tortaman. Sulton Ahmad Mirzaning tumanlagan lashkarlarga taqobil tura olgan Yodgor Muhammad Mirza mening necha ming lashkarimga obiyomla taqobil tura oladi. Uni mag'lub qilish uchun lashkarga emas, tadbirga tayinay. Kuz oxirlashib bo'lguncha Heratni qo'limga ilib olsam, Sulton Ahmad Mirzadan voyim yeyishimning hojat qilmaydi.
Sultan Ahmad Mirzaning tuyuqsizlik qamalını bo'shitib lashkar chekindirganligini ko'rgan Yodgor Muhammad Mirza buni raqibining ojizligi deb tushundi. Uning Samarqandga qaytib ketganligidan xabar topganda bo'lsa, xotirjam holda o'yin tomoshasini boshlab etdi. Herat ordusidagi amir sarkarlar amdil 19 yoshga kirgan bu sultonni kuyovg'il qilib olish yoki boshqa usullar bilan uning ishonchiga erishib, yuqori mansab martabaga imtiyozlarga erishish uchun bas-basda mehmondorchilik, barobatlarni uyushtirib, uning ko'nglini moyil qilishga kirishgan edi. Sultan Ahmad Mirzaning toj kiyib taxtda o'tirganligini muboraklash, oyg'oqchilar orqali Yodgor Muhammad Mirzaning ahvolini o'qishib turayotgan Husayn Boyqara ha deganda Heratga lashkar tortishga oldirmadi. Oshkor harakat qilib raqibimni cho'chitib qo'ymay, puxta tayyorlik ko'rib, bir qitimdala nusrat qozonishni qo'lga keltiray. Hozircha Yodgor Muhammad Mirza g'albisiga mas bo'lib, sharafbozlik qilg'ash turaversin. Murg'ab vodisi kuz kelishi bilan xuddi to'lg'an juvonlardek boshqacha go'zallashib ketgan edi. Beshidan nurg'un issiq sovuqlarni o'tkazgan Husayn Boyqara sarkatlarni avassa muhim ishlarni dal vaqtida bir taraf qila olmay, cho'ng ishga daxli yetkazib qo'yishidan andish qilib, ozg'ina navkarlar bilan Murg'ab vodisining Heratga yaqin bo'ligiga kelib yoshiringan edi. Shunlashqa mang'uzg'an oyg'oqchilari Heratga atigini kirib, Kashgargacha qaytib chiqib, egilgan ahvollarni vaqtida ma'lum qila oladi. Uning bu yerga yoshiringaniga shu kunlarda 15-20 kun bo'lay deb qolgan edi. Qandoq bo'ldi? Dedi atigandan beri shaharga kirib ketgan oyg'oqchisining yo'liga qarab o'tirgan Husayn Boyqara toqati toq bo'lgan holda uni so'zlashga oldirdi. Mirali Miraxor bilan ko'rishdingmi? Ko'rishdim olilari. Dedi Mirzaning ahvol uqishga oldirib qolganligini sezgan o'ttir yoshlar chamisidagi kak soqol, dehqon siyoqida yasnavagan oyg'oqchi ehtirom bilan qo'l bog'lab. Mirali Miraxor olilarini atkashlik shaharga hujum qilish vaqtini kechiktirsin deydi. Husayn Boyqara norozilik bilan qapqini turdi. Bu uning nima degani ekan? Muddaimiz oshkorlanib qaptimi ya? Yo'qsu olilari. Dedi oyg'oqchi huduqib. Miraxor degani xon sultonlarning maxsus minadigan etini boqadigan, to'qiydigan xizmatkorlarning boshlig'i deb izohatdi. Yo'qsu olilari, dedi oyg'oqchi huduqib. Mirali Miraxorning boshqa ko'rsatmasi bor o'xshaydi. Ati huzurlarga o'zi kishi avatadigan o'xshaydi. Husayn Boyqaraning qiyshiq ko'zlarida gumon, tashvish alomatlari balqidi. Shaharga hujum qiladigan vaqtni allaqachon bekitib bo'lgan tursak, amdilikda vaqtni keyinga sursin degani nimasi? Dedi Husayn Boyqara xuddi o'ziga o'zi so'zlagandek o'tirib. Biz hozir Yodgor Muhammad Mirzaning burnining ostida turyapmiz. Dehqon, madikor, savdogar, hunarvan kasb siyoqida yasinib ikkidan 3 bo'lib Murg'ab bo'yiga aron tasib to'plashgan lashkarlarimizni qandoqmi yoshirib qag'ilib bo'lsin. Vaqtni keyinga suradigan bo'lsak sezilib qolamiz. Shahapimizni Yodgor Muhammad Mirza sezib qolgan bo'lsa, darhol sagaklashidi. Hozirlik ko'rib oladi. O chaqda yerini pam bilan olmoq tasga to'xtaydi. Sultan Ahmad Mirza necha tuman lashkar bilan bir necha oy qatma-qat qo'rshapmi ololmagan shahar bu. Yeri degani Herat deb izohatdi. Oyg'oqchi gunohkorlar deb beshini to'van egdi. Sen darhol shaharga kirib Mirali Miraxorning harakatini kuzat. Uning azroqli sotqinlik qilganlik shapsini sezsang, bizga darhol xabar berib. Bosh ustiga. Oyg'oqchi darhol kayniga yondi. Husayn Boyqara qishida o'tirgan sarkardasi Muzaffar Barlasqa nazarini og'dirdi.
Sizlar dərhal 100 nökərini elib yolğa çıxsılar. Vəzifələri şəhərinin hər qaysı dərvazasına göz qulaq buluş. Navada yeri ləşkərlər şəhərdən çıxsa, yenimə dərhal çapar məman qoşsılar. Qılçilik bir xəstəlik qılmısılar. Hər ihtimal qarşı at elivasılar. Qandaq siyaqda yasınıb mansılar məyli, əmma qılçilik çandırıb qoymısılar. Fərman bərdar mən, deydi Müzəffər Barlas dəs ornadan turub. Hüseyin Bayqaranın bunca ehtiyat qılışı bekar emas idi. Çünki Murğab vadisida yoşurunub yatqan 15-20 gündən beri u ayğaqçılar arqılıq Yadigar Muhammed Mirza'nın yaqin məhrimi Mirali Miraxorni nurgun altın kömüş bilan setib elib, Yadigar Muhammed Mirza haqqida nurgun ishonchlik ma'lumotlarga erishgan edi. Mushu orliqda Mirali Miraxor xonning maxsus otlarini yoylatib kelish bahonasida Murğab bo'yiga chiqib, Hüseyin Bayqara bilan bir qitim yuz turani ko'rishdi va Hirotga hujum qilish vaqtini maslahatlashdi. Kelishgan vaqt bo'yicha Hüseyin Bayqara әті тәң kechida barliq sarkarda lashkarlari bilan shaharga tuyuqsiz hujum qiladigan Mirali Miraxor ishidan moslashib shahar darvozasini ochib beradigan bo'lgan edi. Shu sababdan Hüseyin Bayqara Hirotdan 3 kunlik yiroqlikdagi cho'lda buyruq kutib turgan sarkarda lashkarlarni har xil siyoqda yosinib, Murg'ab bo'yiga yetib kelib, jangga hozirlanishga buyruq bergan edi. Bugun uning 3000 ga yaqin sarkarda lashkarlarining hammasi jam bo'lib bo'lgan edi. Navoda shaharga hujum qilish vaqtini yana 1-2 kun kechiktiradigan bo'lsa, 3000 lashkarni har qancha qilibmi yoshirib bo'lolmaydi. Oshkorlanib qolsa, Yodigar Muhammed Mirza o'yin tomoshlarini yig'ishtirib, shahar mudofiasini qaytadan chingitib oladi. Hatto sarkar lashkarlar bilan shahardan chiqib, Hüseyin Bayqaraning ustiga bostirib kelishi mumkin edi. Mushu sababdan Hüseyin Bayqara qattiq andishiga tushgan edi. Bugun Hüseyin Bayqara bosh oxir yo'q shubhali xiyollar ilkida orom kunni kashf qildi. Asr vaqti o'tib ketgan bo'lsa-mu, shaharga kirgizgan oyg'oqchilardanmi, shahar atrofini kuzatishga avatgan chavandozlardanmi texcha xabar kelmayotdi. Uning chiroyining borgan sira tutilib ketib bag'iniga qarab, sarkarlari ortiqcha gap so'rashga petinolmadi. Hüseyin Bayqaraning sabr qochisi to'shib ketgan edi. Endi bundaq saqlab turavermay. Bugun kechini qo'ldan berib qo'ysam, shuncha vala lashkarni Murg'ab bo'yiga qandoq yo'shirib olalayman. Yerlik kishilar bugun ancha eran qilmagan bilan ati gumon qiladi. Bu taraflarga Yodigar Muhammed Mirzaning chorlug'uchilarini, payliqchilarini chiqmaydi deb kim huddi qilalaydi. Tavalliki bir muncha uchun kishilarning tuyuqsiz paydo bo'lib qolganligidan xabar topsa, yurt oqsoqollarining ko'ngliga gumon tushadi. Shaharga kirib Mirzaga xabar berishadi. Keyinga surilgan har bir daqiqa vaqt biz uchun foydasiz. Balkim hozir Yodigar Muhammed Mirza texi hech ishdan xabar topmagan bo'lishi mumkin. Bugun kechada shaharga hujum qiladi. Mirali Miraxor shahar darvozasini ochib berami? U har qachon meni og'zimga qaraydi deb qari bo'lmasligi mumkin. Shundoq bo'lgan bo'lsa, shaharga kirmak qiyinlashadi. Dushman sezib qelishi mumkin. Shuncha ajr singdirgan muddaim so'g'ichisharmi? Qandoq qilsam bo'lar zoti. Endi bo'lganda lashkar chekindirishning o'rni yo'q. Yoki tavakkul qilib Mirali Miraxorni yana bir kun saqlasam ekan. Shunday vaqtda odam sirdosh, fikrdosh do'stga ajab muhtoj bo'ldi ekan desa. Qishimdagi mono sarkarlarimning hammasi bahodirladi. Ammo maslahatga yaramaydi. Hamma ishda xo'sh-xo'sh etib og'zimga qaraydi. O'y fikrlarini, tadbirlarini dodil o'tirib qo'ya olmaydi. Ularning jasarati bo'lgan bilan farosati yo'q. Shu topda Alisherbek yanimda bo'lgan bo'lsa pek yaxshi bo'ladi. Cho'qim yaxshi maslahat beradi. Yuz oyab o'ltirmaydi. Qildak savanliklarim uning o'tkir nazardan qechib qutula olgan emas.
bergen her bir məsləhəti, göstərən hər bir tədbiri orunluq olub çıxatdı. Oy fikirləri bəkmi ötkür idi. Bir günlü yalğızlıq his qılğan Hüseyin Bayqara, bala vaxtidagi həmsavaq do'sti, shoirlik istidadı bilan bütkül Mavara Unahir, Xurason vodisiga tonilgan Alisher Navoiyni eslab qolgan edi. Shu kunlarda texi o'ttir yoshga to'shmagan Alisher Navoiy Samarqandda edi. Hüseyin Bayqaraning ko'z oldidan balalik, o'smirlik davrida Alisher Navoiy bilan Herat xonlik madrasasida Mavlana Sharafiddin Ali Yazdining huzurida billa o'qib, billa o'ynab yurgan g'amsiz, beg'ubor kunlari lip qilib o'tdi. Bu zihni o'tkir, oq ko'ngil, haqqoniyatchi, rostchil, bekmi adablik, ilmga herisman, nozik tabiatlik do'sti bilan Mirza Ulug'bek fojiasidan keyin inqiroz qilib aytganda Obulqosim Bobur Mirzo Heratga amir bo'lgandan keyin Balxga ketishga majbur bo'lib ayrilib ketgan edi. Keyin ular Mashhadda qisqa muddat jam bo'ldi. Bu chog'da yoshlik mavsumiga qadam qo'ygan Hüseyin Bayqaraning qalbiga saltanat havasi tushdi. U ilm tahsil qilishni to'xtatib, Balxga qaytib hokimiyat ishlariga aralashishga kirishdi. Alisher Bagmo ota-onasi bilan birga Heratga qaytib ketdi. Shundaqdimi ularning o'rtasida xat aloqa uzilib qolmadi. Hüseyin Bayqara Bo'stonning 15 yoshida Heratga Obulqosim Bobur Mirzoning o'rdasiga xizmatga kirganligidan xabar tepib, bakmi suyundi va xat yozib tabrikladi. Yozgan nazmlarini avatib berdi. O'ziga Navoiy taxallusini qo'ygan Alisher Bagmo yozgan she'rlarini uningga avatib turdi. Keyin she'r yozishga alohida havasi bor Sulton Abu Said Mirzo kichik turib shoirlik donqi chiqishga boshlagan Alisher Navoiyni Heratdan Samarqandga akilib oldi. Hüseyin Bayqara do'sti Alisher Navoiyning Samarqandga borgandan keyin ayni davrdagi mashhur ulamo Sultan Malik Koshg'ariyning o'g'li Ahmad Hojibekning homiyligida turganligidan xabar topdi. Bu chog'da u saltanat da'vosi qilib Sulton Abu Said Mirzo bilan qarshilashayotdi. Shunga Alisher Navoiy bilan didor muloqoti bo'lishga fursat topolmadi. Yosh Alisher Navoiy bu mezgilda Sulton Abu Said Mirzoning navri qarindoshlarini saltanatdan chetlashtirib, chek qiqishlarini Hüseyin Bayqara, Obulqosim Bobur, Ahmad Jo'g'iga o'xshash To'merizodlarning saltanat da'vosi qilib Abu Said Mirzoga qarshi chiqishini qo'llamaydi. Hammalarning bir niyat ittifoqlashib, buyuk istilochi Amir Temur asos solgan Mavara Unahir saltanatini qaytadan qudrat topqizishni tashabbus qiladi. Shunga bu yosh shuhratli shoir bilan Sulton Abu Said Mirzo o'rtasida fikr birligi yo'q edi. Uning ustiga ashaddiy raqibi Hüseyin Bayqara bilan Alisher Navoiyning savoqdosh yaqin do'stlardan ekanligidan pat-pat xat aloqa qilib turganligidan xabar topgan Sulton Abu Said Mirzo Navoiyga ancha e'tibor bilan qaramadi. Orduga xizmatga taklif qilmadi. Alisher Navoiy o'z beshimchi, zolim, sharobxo'r bu hukmdorga yaqinlashishni xohlamadi. Faqat Sulton Abu Said Mirzo vafot bo'lgandan keyinla Samarqand taxtigohi bilan ittifoq tuzgan Hüseyin Bayqara Xonzoda Sulton Ahmad Mirzo bilan ko'rishish bahonasida Samarqandga kelib, ayrilib ketgili uzun bo'lgan bu do'sti bilan qaytadan didor muloqotda bo'ldi. O'tgan kunlarni eslab, kelgusidagi orzu-armonlarini bayon qilishdi. Mavara Unahir saltanatining bo'linib ketmay bir taxt atrofiga uyushib, qudratli davlat bo'lib shakllanishini, ya'ni buyuk istilochi Amir Temur davridagidek qudrat tepishini orzu qiladigan Alisher Navoiy do'sti Hüseyin Bayqaraning o'z oldiga mustaqil hokimiyat qurish orzusini ancha qo'llab ketmasimi, yana uning ishlariga nusrat tiladi.
Her qandaq ishda el yurtni, avamның mənfəətini oylaşni, behuda qan tökülüşki sebep boladigan urushlardan saqlanib, tinchlik bilan hal qilg'ili bo'ladigan ishlarni suhbat betim orqali hal qilishni alohida topiladi. Hüseyin Boyqara Samarqanddan ketar chig'ida uni o'z bilan birga ketishga da'vat qilgan bo'lsa-mu, lekin bu do'stona taklifni Alisher Navoiy nima uchundir silliq rad qilib o'tgan edi. Yerini qo'limga olsam, Alisher Begni cho'qim yenimga akilib olaman. Saltanat yurtlarchilik ishlarida maslahatini olaman. Orda ishlarga mas'ul qilaman. Aldirab kirib kelgan xos mahram Hüseyin Boyqaraning xiyollarini uzib qo'ydi. Ma'lum bo'g'ay, Mirali Miraxo'rdan chaparman keldi. Boshlab kirsinlar, dedi Hüseyin Boyqara chaparman bilan ko'rishishga aldirib. Assalomu alaykum, odiylarga ehtirom bo'g'ay, dedi chaparman salom berib. Hüseyin Boyqara salomni ilk ilishning o'rniga qopqini turdi. Qoidasini qo'yib naq gapinda. Miraxo'r bek oliylarga shuni yetkazishimni aytdiki, Sultan Yodgor Muhammad Mirzo oliylari bugun kech qal'a sirtidagi bog'zag'anda bir qancha yaqin mahramlar bilan barobat qilmoqchi. Boyqara oliylari fursatni ching tutqay. Bog'zag'anga qanchalik nökarning qo'riqchiligida chiqdiganligini aytdimi? Han oliylari barobatga odat ko'p nökar ilib olmaydi. Balkim ishib ketsa 50 nökar hamroh bo'lur. Undaqda bog'zag'anga sen yo'l boshla, dedi hayajonlangan Hüseyin Boyqara. Peşin bilan, dedi chaparman. El yotqu mahal. Büyük istilochi Amir Temur zamonasida ahyo qilingan Bog'zag'an ko'limining cho'ngligi, so'rin xonlarining hashamatlikligi, ahyo qilingan gul-giyoh, mevelik daraxtlarining turining ko'pligi bilan Yerotdagi oromgohlarning eng kattasi hisoblanadi. Shu topda bog'ning o'ttirsidagi 2 qavatlik hashamatlik so'rin xonida bazma qilib o'ltirgan Yodgor Muhammad Mirzo barliq ulfatlari bilan g'arq mas edi. G'aflat bosgan Yodgor Muhammad Mirzo bugun shunchalik bexurtlik qilgan ediki, shahar sirtiga oran 50 nökarni hamroh qilib chiqqan edi. Ular Hüseyin Boyqaraning shab chiqarmay yetib kelgan 500 xillangan nökarlarning qo'lida g'ing qilib ovoz chiqarishga ulgurmay jinidan ayrildi. Hüseyin Boyqara hech nimani to'ymay uxlayotgan Yodgor Muhammad Mirzoning kallasini o'z qo'li bilan kesib oldi. Ondan eliqi chaparmanning yo'l boshlashi bilan shaharga qarab mangdi. Bu chaqda Mirali Miraxo'r shaharning Firozaobod darvozasini ichib ulgurgan edi. 3000 lashkar Hirot shahriga to'sqinsizlik kirib keldida, bir qismi Sarkarli Muzaffar Barlasning boshchiligida har qaysi darvozalarni saqlayotgan lashkarlarga qarab, yana bir qismi Hüseyin Boyqaraning boshchiligida Yodgor Muhammad Mirzoning ordasiga qarab hujum boshladi. Tuyuqsiz hujumdan vahimaga tushgan Hirot lashkarlari tezli pitirab ketdi. Hüseyin Boyqara Hirot shahrini ana shundoq osonli qo'lga elib, mustaqil hokimiyatining muqaddimasini ochdi va Yodgor Muhammad Mirzoning beshini bir parcha maktub bilan Samarqanddagi Sultan Ahmad Mirzoga avatib berdi. Hirotdan olmon-tolmon lashkar chekindirib, dadasining taxtida o'tirgan Sultan Ahmad Mirzo necha muhosara qilibmi ololmagan Hirot shahrini Hüseyin Boyqaraning tezli bo'ysundirganligidan bakma hayron qoldi. Yodgor Muhammad Mirzoning qonga bo'yalgan beshini ko'rib, yuragida lovuldayotgan ot qisosi biroz besilgandek bo'ldi. Biroq Hüseyin Boyqaraning yo'llagan maktubini o'qib, xeyli uzoqcha uni ichiga tushib ketdi. Birozdan keyin esini yig'ib, xatga qayta nazar tashladi. Bismillahirrohmanirrohim. Yüksek saltanat egisi ve tajdori, mardlik, esillik, kang qo'soqlikning namoyandasi Janobi Sultan Ahmad Mirzo oliylarga do'stlik beg'imning samimiyat
vapa güllerden güldeste tizip salam yollayman. Alemnin yaratquchisi ve cheksiz qudret egisi, yegani Allah tangdoshsiz hikmeti bilen ümitsizlik vadisida sarson bo'lganlarning yuziga himmat ishkini echibdi. G'am qayg'u ko'chalarida sargardon bo'lganlarning qo'liga umid gullarini tutqizibdi. Uning ulug' dargohida yer yuzining takabburlari xoruzor va be'e'tibordir. Bizlar kim büyük Emir Tümir'nin puştu panahi olmuş. Sultan Hüseyin Baykara, aval aşı yegani kudret egisinin çeksiz medeti, andın kalsa cennet makam babayı büzürüklerinin pak ruhinatlarının yölüşü bilen, akıl parastımız ve cesaretimizge tayinip, tekebbur, bir edep ağıyarımız Yadigar Muhammed Mirzini məğlub kılıp, cennet makam pederleri olmuş, merhum Busaid Sultan alilerinin xun qısasını elişqi muvaffaq bulduk, hem de bu işimizden özümüzni bir hesap bəxtiyar hesapladık. İhtiyat ve paraset egileri közlerini birden bolsumu murat yoladan üzmeydi. Çankıgan kişimu imkan ba suunun sözükini, pakizini içişini isteydi. Nicaset bilen bulgangan sunu ağzıga elip bolgan bolsumu tükürüp etedi. Kamineleri del aşı murat izdigici ve pakiz süzük su içişini xalaydigan çankıgıcıdır men. Yerini kolumga elip uzundan beri arman kıgan murat menzilimini kögendek boldum. Emdi bir pes bolsumu hatırcam oturup, murat seperede çankıgan dilimni teşnalık azabıdan kutuldurmakçı men. Belkim bu ussuzluğumni hazırca Xurasan vilayeti kandırar dep oylayman. Cenab-ı Sultan Ahmet Mirza alilerinin mu dostluğunu, qeyrindaşlığını a'lo bilip, hem vücududaki mertlik faziletlerini teximi kamal tapqızıp, kamini ussuzga mertlik bilen şerbet sunduğalıqı işinimen. Kamini Sultan Hüseyin Baykaramu alilerine oxşasla Büyük Cihangir, cennet makam babayı büzürükümüz Emir Tümür alilerinin puştudandır. Demek, biz dostla emas, bir uruqdan aynigan qan qeyrindaşlamız. Qeyrindaşlar üçün təsərrüf, saltanat dalışıp cəngicidəl, niza adavet qilishmaq, eğir günahdır, hem uyatlıq işdir. Şol bayistin, Cenab-ı Xan aliler bilen qan qeyrindaşlıq, uruq tuqqandarçılıq mehrini ulğaytib, inaq, ittifaq ötüşini toluma arzu qilman. Hem de alilerinin şundaq arzud ikenligiga şəksiz işinimen. İşençim kamil ki, iki eldeki rəiyət bizning dostluğumuzdan, vafadarlığımızdan endiz elip, ecil inaq ötüdü. Parağət, asayişlikka erişidi. Yaratqan egemden ömürlerge beriket, saltanatlarga qudret tileymen. Ağyarlarımız her qaçan xar zəbun bolğay. Büyük Xurasan elinin xanı Haqqani Sultan Hüseyin Bayqaradın dep bilirler. Namı tamam ve salam. Sultan Ahmet Mirza xatni ikinci qitim o'qib chiqqandan keyin Heratni qo'liga olgan Hüseyin Bayqaraning siliq sipoyilik bilan mustaqillik e'lon qilganligini jazmlashtirib, qo'lidagi bu xatning oddiy bir salomnoma emas, yangidan bosh ko'targan bir hukmdorning tinchlik, ittifoqlik, barobarlik sharti bitilgan davlat xati ekanligiga tamoman ishondi. Shu daqiqada u ko'z oldidagi bu reallikqa qanday inkos qaytarishni bilolmay qolgan edi, albatta. U Xurosondek kangri zaminning tasarrufidan ayrilib ketishni zinhor xohlamaydi. Ammo darhol lashkar tortib berib, bu zaminni Hüseyin Bayqaradan tortib olishga ishonchi yo'q edi. Şunu o amalsız sükut qilishqa, Sultan Hüseyin Bayqaraning hokimiyatini e'tirof qilishga majbur bo'ldi. Shunday qilib, sharq tarafı Baliq, g'arb tarafı Damg'an va Biston, shimol tarafı Xorazm, janub tarafı Qandahor bilan tutishadigan Heratdek saltanatli, go'zal, mashhur shaharga ega Xuroson vodisi
uning tasarrufidan chiqib ketdi. Qish kirib qolganligi uchun Aqsuga qaytishga amalsiz qolgan Sultan Yunusxon ilojisiz Toshkentda turib qolgan edi. U ayg'oqchilar orqali Husayn Boyqaraning Yodgor Muhammad Mirzani o'ldirib, Heratni markaz qilgan butkul Xuroson vodisini ilkiga ilib, mustaqillik jo'karlaganligini, bu voqeaga Sultan Ahmad Mirzaning sukut qilishga majbur bo'lganligini anglab, ko'ngli to'limi yerim bo'ldi. Shundaqdimi mərhum Sultan Əbu Said Mirzaga atab elib altın, kumush, javohiratlar bilan shoyi atlas, tovar durdun, maxmal, kimqop qatorliq sovg'atlarni Samarqand ordisiga Sultan Ahmad Mirzaning huzuriga avatib berdi va bu sovg'atlarga qo'shib yo'llagan maktubida mərhum Sultan Əbu Said Mirzaning vafotiga ko'p qayg'urganligini, Sultan Ahmad Mirzaning oti taxtiga o'tirib, saltanat tizginini qo'liga olganligini muboraklaydiganligini bildirdi. Shundaqla o'zining Toshkent shahrining do'rg'ibegi Shayx Jamoliddinning oldimiga tushib, uzun mezgil tutqun bo'lib qolganligini, amir sarkarlarining Shayx Jamoliddinni o'ldirib, o'zini tutqunlikdan qutuldirganligini tafsiliy bayon qildi. Ammo Xuroson masalasini tilga olmadi. Husayn Boyqaraning insofligini tilga elib, Xonzodaning etish qayeri tuz sepganning foydasi yo'q. deb o'yladi u elchilarni Samarqandga yo'lga selib keyin. Xonzoda yangi taxt saltanatga varislik qildi. Uning uli texi mustahkam emas. O'rtada boshqa xonzodalarni taxtda o'ltirg'izish xiyolida bo'lgan amirlarni yo'q degili bo'lmaydi. O'shundoq paytda Xuroson masalasini tilga olsam, o'zini Heratga lashkar tortishga da'vat qilgan bo'lib qolaman. Navoda Sultan Ahmad Mirza Xurosonni qaytarib olish uchun Husayn Boyqaraga qarshi lashkar tortsa, Samarqand ordisiga bir qism amirlar Ostirtin saltanatning ulini qo'llashga harakat qilishi mumkin. Bu yangidan taxtda o'tirgan xonzoda uchun to'limi foydasiz. Husayn Boyqaradan Xurosonni qaytarib olishga yaxshi. Navoda qaytarib olmay qolsa, Samarqand taxtigohini saqlab qolmay qoladi. Husayn Boyqarani bo'sh chaqlig'ili bo'lmaydi. O'z vaqtida mərhum bu Said Sultan Alilermi uning bilan bir necha martam jang qilib nusrat qozonmagan. Uning ustiga Xonzoda Heratga lashkar tortsa, enalarining hamdamda bo'lishi noto'g'ri. Eng yaxshisi bir mazgil yo'g'a qilishni o'ylamay, hokimiyatni mustahkamlashni afzal. Keyinchi Xurosonni qaytarib olish xiyolida bo'lib qolsa, sarkarda lashkar avatib hamdamda bo'lurman. Aros Farg'ona vodisi mərhum bu Said Sultan Alilarining 4-chi xonzodasi Umar Shayx Mirzaning suyurganlik simini. Toshkentmi uning tasarrufida. Untinsiz Toshkentda turib olsam yaxshi bo'lmas. Gerçi Umar Shayx Mirza kichik bo'lsa-mu, yana mush tasarrufning noib amiri. Shunga ahvolimdan uni xabarlantirib qo'yay. Orada o'xshmaslik yuz berib, fitna fasod paydo bo'lib qolmasin yana. Yozda Mo'g'ulistonga ketish xiyolimni bilmay, mərhum Sultan Əbu Said Mirzaning vafotidan foydalanib, Toshkentni besivag'ini o'xshaydi deb o'ylab qolmasin. Sultan Yunusxon yana biroz sovg'at tayyorlab, uni bir poch maktub bilan qo'shib, elchilar orqali Andijondagi Umar Shayx Mirzaning huzuriga avatib berdi. Umar Shayx Mirza Əmdil 15-16 yaşının qarısını alğan idi. Lekin yoshda kichik bo'lg'ini bilan saltanat ishlarini bir taraf qilishga xeyli ko'zi pishgan edi. 8-9 yosh vaqtida dadasi Sultan Əbu Said Mirza uni Kabulning noib amirligiga tayinlab, sadoqatman amiri Bobo Kabulni bag'atga qilib bergan bo'lg'achqa, yurtchilik ishlariga kichikidan pishgan edi. Bag'atga degani xonzodani tarbiyalash, qo'g'dashga mas'ul bag'atgami deyiladi deb izohatda. Keyin Sultan Əbu Said Mirza ulug' buvisi Amir Temirning 2-chi o'g'li Umar Shayx Mirzaga Farg'ona vodisini suyurg'al qilib bag'iniga taqlid qilib, shu tog'i buvisi bilan ismdosh bu o'g'liga Farg'ona vodisini bergan edi. Mushu 5-6 yildan beri Farg'onaning noib amirlik martabasi bilan Andijonda turib o'tadi.
Gerçi Toshkent şəhərimi Pərğananın təvəllüküdü bolsun, lekin şəhər dorğusu Şeyx Camaliddin özünü başqa vilayətlərinin əmirləri bilən təng dərəcədə tutub, hökumət işlərini Xanzadə Ömər Şeyx Mirzağa emas, bevosita Sultan Əbu Said Mirzağa məlum qılatdı və hər qandaq işdə bevosita Samarqand ordusының yorluq pərmanı bo'lishini tələb qılatdı. Əbu Said Mirzamo Şeyx Camaliddinning bu arzusiga hörmət qilib, onunğa yol qo'ygan edi. Kichikdan boshlab Qur'on tilovat qilishga odatlangan, zamonasining olim fozillari bilan suhbatlashishga xushtor, bo'sh vaqtlarda Xamsa, Masnaviy, tarix kitoblarini o'qiydigan, bo'libmi Shohnamani o'qishga alohida zo'q ishtiyoqi bor Ömər Şeyx Mirza, Toshkent Dorg'ibegi Şeyx Jamoliddinning o'ziga itoat qilishdan bosh tortib, bevosita ordu bilan munosabat qilganligini ancha ko'ngliga elib ketmagan edi. Şunlaşqa u mayli Toshkent, mayli Şeyx Jamoliddinga munosabatli har qanday ishlarga faqatla aralashmaydi. Shu sababdan u Şeyx Jamoliddinning Sultan Yunusxonni nazarband qilib qo'yganligidan xabarsiz edi. U dadasi Sultan Əbu Said Mirzaning Yodgor Muhammad Mirza tarafidan Hirotda o'ldirilganligini anglab, ota qisosini elish uchun barliq sarkarda lashkarlarni elib Hirotga berishga tayyorlandi. Ammo akisi Sultan Ahmad Mirza onu to'sib qo'ydi va Andijondan medirlamay Farg'ona vodisini puxta saqlashni talab qildi. U ota yo'lliq akisining farmonini yirishga amalsiz qoldi. Shundaqdimi ayg'oqchi mang'uzib akisi bilan Yodgor Muhammad Mirza o'rtasidagi jangga izchil ko'ngil bilib keldi. Akisining jangni yarim yo'lda tuyuqsiz to'xtatib, Samarqandga qaytib, dadasining taxtida o'tirib xonlik e'lon qilganligidan tasodifiylik his qilgan, bu ishni behuda aldirang'uluq deb hisoblagan bo'lsa-mu, yanala norozilik bildirmadi. Sovg'a salom avatib akisini qutlaqladi. Biroq Yodgor Muhammad Mirzani o'ldirib, Hirotni tortib olgan Husayn Boyqaraning Xorasonda mustaqil hokimiyat tiklashi qattiq noroziligini qo'zg'adi. Akisi Sultan Ahmad Mirzaga maktub yo'llab, noroziligini ochiq bildirdi va uni lashkar tortib berib, Otimiros zaminini qaytarib olishga da'vat qildi. Afsuski, uning orqama-orqa yo'llagan maktublari javobsiz qoldi. Bu ish uning ko'nglini bakli g'ash qilgan edi. Ana shundoq g'ashlik, buruqtirmichilikda turgan Ömər Şeyx Mirza Sultan Yunusxonning maktubini topshirib olib, birdanla jonlandi. Bo'libmi Şeyx Jamoliddinning o'ldirilganligi, Toshkentning rasmiy yuzida o'ziga tava bo'lganligi uning dilxastaligiga boshqacha xushallik berishligan edi. Shuni u maktubni topshirib olibla Sultan Yunusxonga salom berish uchun darhol Toshkentga qarab yo'lga chiqdi. Sultan Yunusxon oliylari Buyuk Mo'g'ulistonning hukmdori. Yana bir tarafda marhum Jannat Makonxon otamning yaqin birodari. Şunlaşqa onun aldığı berib salam bəcər keltirish yo'lim bor. Uning ustiga bu ikki el o'rtasidagi do'stona berib kelishlarda o'tashga tegishli qoida yo'sinlarga uyg'un. Xon otam hayot vaqtida Sultan Yunusxon oliylarining gapini to'liq qilatdi. Esil fazilatlarini maqtab beradi. Balkim hayot bo'lgan bo'lsa, farmonjakorlab yo'l bo'yidagi yurt shaharlarning amirlarini uni katta asham bilan kutib olishga buyurgan. Hatta istiqbollik shaxsan o'zi chiqqan bo'ladi. Şeyx Jamoliddin unga ko'p adabsizlik qildi. Berib afv so'ray. Do'stlik burchimni bajarib keltiray. Men mush bahonada Toshkentni qo'limga olay. U Toshkentga kelib Sultan Yunusxon bilan ayrilib ketgili uzun bo'lgan tog'i jiyanlardek qizg'in ko'rishdi. Texi amdili yoshlik mavsumiga qadam bosgan bo'lsa-mu, 25-30 yoshlik yigitlardek salmoq, eg'ir besiq, qoida yo'sinliq ko'rinadigan Ömər Şeyx Mirzaning qizg'in muomalasi, tavazu bilan so'zlashlari, hurmat bildirishi Sultan Yunusxonni ham xushal qildi, ham qoyil qildi. Ism arishdan tushidi, laqamni Xizr qo'yidi deyishadigan fozillar. Dedi Ömər Şeyx Mirza Sultan Yunusxonning sharafiga tayyorlagan dasturxonda tavazu bilan so'zlab. Ol Şeyx Jamoliddinga xar degan laqam bekorga qo'yilmagan ekan. Demisimi haqiqatan xar xo'yliq odam edi.
Gerçi cennet makam pederi buzurkimiz bizge Fergani vadisini suyurgal kılıp bergen bolsunmu. Şeyh Cemal'da meni küçük balı görüp itaatgardının sunuşunu arı gördü. Ve her işte ordunun ağzı qaradı. Ben bu merhum xan atamga artıqçı baş ağrıq tepip berishini xalamay. Onu öz ixtiyarıga qoyup etken idim. Ahaytim əfsus. Ol her meselelik bedbaxt, korluk qılıp, uluqlarını köz qılmaydı. Alilerinin xanlıq mərtəbəsiga rioya qılmağanını az dep, həddidən eşip köp zulüm sapdı. Xər degini eşek depti izahatda. Eğer bu işlerden vaxtıda xəbər tapqan bolsam, her amallarını qılıp onu bu yamanlıqdan to'sigan bo'latdim. Aldılarda köp xijilmen alileri. Yani bir mərtəm əpu sorayman. Əpu sorasları bir hacet xanzade. Dedi Sultan Yunus xan kən qosaqlıq bilen. Beşimiz kelgen bol dişvarçılıqda hergiz mısılının səvəllikleri yoktur. Onu hem korluk qıl dedigilimi bulmaz. Aslında Şeyh Cemaladın bilen oturumuzda konu adavetle var idi. Bu iş Hanzadem'e karanqı. O aşı adavetinin öçeni aldı. Sultan Yunus Han, merhum Sultan Ebu Said Mirza'nın daveti bilen tunca ketim enisi İhsan Buğa Han'a karşı Qashqarga leşker tatqına da yengilip gelip, bir mezgil panahtaş üçün Toshkentga kelganligini, biroq Şeyh Jamoliddinning ko'rishish uyaqda tursin, qo'pol, beadab muomala bilan o'zini shahardan chiqib ketishga majbur qilganligini qisqa so'zlab berdi. Shu chog'da Toshkentda faqat beshimni tiqib kirgudek bir makonga muhtoj edim. Bu chog'da marhum jannat makon Busayd Sultan oliylari, Ahmad Jugi, Muhammad Jugi qatorliq taxt da'vos qilayotgan xonzodlar bilan yo'g'i qilyotdi. Onun üstüge ol xanzodlarni dast qipchoq sultoni Ubul Xayrxon ostirtdan qo'llayotdi. Şeyh Jamoliddin marhum xon oliylarining oldirashchiligidan foydalanib, mendan yo'qning o'rnidagi himmatini oygan edi. Şeyh Jamoliddin haqiqatan yo'lsizlik qilgan ekan. Adnosi saltanat yo'sinlarga rioya qilmagan ekan. Dedi Ömer Şeyh Mirza yistashligini bildirib. Belki bu nöbet kelganlarda aşağıda qilgan adabsizligidan xuduksirab qolgan va qo'rqqan avval mushkutirar degandek oldin qo'l solgan bo'lishi mumkin. Onun ustiga bu mezgilda marhum xonatam to'lim yiroqda lashkariy yurishdi bo'lg'ashqa, ashunda hayosizlik qilish petingan gap. Buni yiroq degili bo'lmaydi. Ol Şeyh Jamoliddin to'lim sadoqatsiz kishi edi. Aynı yili Muhammed Jugi ve Bürgü Sultanlar bilen til biriktirip, Samarqandga leşker tatıp kelish petini algan edi. Şol çağda merhum xan oliylari dal vaqtida sarkat leşkerlerini qaytırıp kelip, ularning razil suiqasdini mag'lub qilgan, hamda Şeyh Jamoliddinning qilgan osiyligini qilchilik yuziga sanmay, yana Toshkentga qaytarib etgan edi. Hamda esimga keldi, dedi Ömer Şeyh Mirza hayajonlanib. Şol çağda asılı 7 kentden leşker tatıp gelip xan atamga hamdamda bo'lgan ekanlar. Cennet makam pederi buzuruk bu vaqani köp tilga alatdi. Sultan Yunus Han oliylari halqılık paytda osmondan tushgandekli paydo bo'lib, meni ham saltanatning halokatlik taqdirdan qutuldirib olgan degan edi. Cennet makam xon oliylarining bunchalik minnatdor bo'lishi arzigidek ish emas edi. Dedi Yunus Han kamtarlik bilan. Bu mening ado qilishga tegishli burchim edi. Men faqat qilishga tegishli ishimni qildim. Yana kelib u ish yaratgan haqda Allohning qudrati bilan ashundaq to'g'ri kelib qolgan. Alloh egam har bandasini o'z panohida saqlasa, bir sabablar bilan saqlab qoladi. Chunki uning qudrati paxtaning orasida o'z saqlash qodir emas muxonzada. Haras. Dedi u birdanla qaddini ruslab. Muhim bir ishni esimdan chiqaribdiman. Sarkatlarim ol Şeyh Jamoliddinni boqiy uzatgandan keyin Toshkentga amirbeglar ma'lumotdan foydalanib ketmasin deb, xonlik xazina bilan oshliq omborlarini, hisobot daftarlarini, shundaqla Şeyh Jamoliddinning shaxsiy xazinasini pechatlab ko'zatgan edim. Ol xazinalarni hozirmi sarkatlashganlarim qattiq saqlayotdi. Vaqtida ko'zdan kechirib topshirib olgaylar.
hisobotchilar hisobot daftarlari bilan xazindagi mol-mulk, oshliqlarni selishtirib, naqlashtirib chiqqay. Xon oliylari haqiqatan inchik ish qiladi ekanlar, dedi Umar Shayx Mirzo qoyilligini bildirib. Xazinani pechatlatkizmislimi bo'ladi. Shundaqdimi hisob kitobning aniq bo'g'ini Afzal Xonzoda Toshkentning ishlariga bugundan boshlab o'zlari ega bo'lsalar. Men mehmonlik suhbatimni saqlay. Bundaq deslar qandaq bo'ladi oliylari? Bir kun turslar Toshkent, bir kun ixtiyorlarda bo'ladi. Biz faqat xizmatlarning hududidan chiqa olsak, o'zimizni cheksiz baxtiyor his qilamiz. Himmatlarga tasanna. Shundaqdimi har ishning o'z yo'lida, qoidasining ichida bo'lgani yaxshi. Biz degan boshqa elning posibonidurmiz. Tasarruflari tavasidagi har qanday zamonga idorchilik qilsak, saltanat qoidasiga uyg'un kelmaydi. Meni tanlikda qo'ymizlar. Toshkentda faqat qish chiqib ketguncha tursaqlar bo'ldi. Bo'ptamisa, adabdan amr ulug' deb ekan. Undaq bo'lsa, oliylar Toshkentdan ayrilguncha yonlarida turib, xizmatlarda bo'lishimga ijozat bersizlar. Xizmatimda bo'laman deb turvaslar, eng yaxshisi atil vatanga qaytay. Agarda hamroh bo'laman desizlar, ijozat. Ma'qul. Undaq bo'lsa hamroh bo'lay. Dedi Umar Shayx Mirzo kulib. Ha, endi xotirjam bo'ldim. Dedi Sultan Yunusxon mamnunlik bilan. Shundaq qilib, Umar Shayx Mirzo Sultan Yunusxonga hamroh bo'lib Toshkentda turib qoldi. Ular kunlarini gohi Toshkent atrofidagi sahrolarga chiqib shikor qilish bilan, gohi issiq saroylarda mehmondorchilik bilan, gohi turli ilmlar haqidagi mulohizlar bilan o'tkazadi. She'r yozishga qiziqmagani bilan turli nazm va nasriy asarlarni o'qishga alohida zo'qman. Umar Shayx Mirzo bilan Sultan Yunusxonning suhbatlari kech-kechlab davomlashadi. Sultan Yunusxon o'smirlik davrida Hirotda ilm bergan ustozi Mavlona Sharafiddin Ali Yazdi, Mavlona Lutfi, Mavlona Saidin Qashqari qatorliq olim ulamolarning va keyingi vaqtlarda Bag'dod, Shirozlarda tanishgan olim ulamolar va ularning asarlari haqida so'zlab beradi. Shohnoma, Xamsatayn, Qutarqubilik qatorliq mashhur asarlar haqida mulohiza qilishadi. Xamsatayn degani ikki xamsa. Bu yerda Nizomiy bilan Dehlevining bo'libmi shu mezgillarda el orasiga tarqalishga boshlagan Alisher Navoiyning lirik g'azallarini huzurlanib o'qishadi. Uning she'riy iste'dodiga bo'lgan qoyilligini bildirishadi. Umar Shayx Mirzoning tarixga bekmi qiziqadiganligini his qilgan Sultan Yunusxon ustozi Sharafiddin Ali Yazdi yozgan to'la o'qib suvdek yod bo'lib ketgan Zafarnomani so'zlab beradi. Tarixning gapi chiqsa, Umar Shayx Mirzo boshqacha jonlanib ketadi. Ota-bobolarining shonli hayot xotirlangan oshu tarixning o'zi mujmal deb qaragan yerlarini, uningga bo'lgan gumoniy qarashlarini o'ttirib qo'yadi. Tegiga yetmaguncha bo'ldi qilmaydi. Hammamiz oshu buyuk Jahongir Amir Temurning avlodi turib, nemishqa keyingi vaqtlarda ashaddiy raqiblarga aylanib ketgan bo'lg'aydi. Deydi Umar Shayx Mirzo afsuslangan holda. Janobi Shohrux Mirzo hazratlari og'ay-inlarining farzandlarini o'rdadan chatlashtirmagan, tasarrufning ko'p qismini o'z farzandlariga bo'lib bermay, og'ay-inlarining farzandlariga odil muomala qilgan bo'lsa, keyingi vaqtlarda ashunday qonli qirg'inchiliklar yuz bermas bo'lg'aydi. Miran-shohlar, Shohruxiylar, Umar Shayx avlodi degandek guruhlarga bo'linib, taxt saltanat da'vosi qilishib, bu buyuk elni parchalmas bo'lg'aydi. Bir-biriga qarshi lashkar tortib, bir-birining qinini to'kishmas bo'lg'aydi. Mana marhum Jannat Makon xon otam mush fojianing qurboni bo'lib ketdi. Bo'lmasa Yodgor Muhammad Mirzo o'z qarindishimiz edi. Xurosonni ayirib chiqib mustaqil saltanat tiklab olgan Husayn Boyqaramo yod kishi emas edi. Hammamizning to'mirda iqvatqini oshu boboy buzurg Amir Temur sohib Qur'on hazratlarining qini edi oxir. Amdilikda buyuk saltanat choq chekidan ajrab parchalanib ketib bordi. Atugin yana qaysi bir Temurizoda taxt da'vosi chiqdi tehi.
ko'nglimdagi gapni qilsam, jannat makon xon otamni osh fojialardan savob olmagan ekan. Yodgor Muhammad Mirza bilan Husayn Boyqaroni yarashtirib, ularni taxtigoh atrofiga jami bo'lishga qoyil qila olgan bo'lsa, Mavara Unnahri saltanati bugungi kunga qolmas edi. Sultan Yunus Xon qoyillik bilan beshini langshitdi. Afsuslik ilgida ulug' kichik tindi. Jahonning ishlariga bir nima demak taskan xonzodam. Hammaga qodir bo'lgan muqaddas Tangrining yuksak hikmati bir ishning yuz berishini bir sababning tug'ilishiga qarashlik qilibdi va har maqsadning amalga oshishini bir vosita orqali yana bir sababga bog'liq qilibdi. Hech kim o'z taqdirini biladigan emas. Mana menmi o'smirlik davrimda osh taqsirdan sababidan kindik qinim to'kilgan vatanimdan quvlangan edim. Marhum Jannat Makonxon otamning amrlari nima uchundir enimni taxt varis qilib, meni toji taxtdan mahrum qildi. Toki 40 yoshga kirgacha yoqi yurtlarda lamakon bo'lib yurdim. Oxiri Jannat Makon padarlarining ko'p madadi bilan vatanga yuzlandim. Avval inim bilan, keyin uning xonzodasi bilan ko'p janglarni qildim. Nurg'un boshlar kesildi. Behisob qonlar to'kildi. Bilguchi yaratgan egamdir. Qanchalik gunohlarni sodir qildim, buni bilmayman. Har vaqt namozimda Allohdan gunohimni mag'firat qilishni tilayman. Hammamiz 1000 yosh kirmaydiganligimizni, bu dunyoning 6 kunlik qonalg'i ekanligini, o'zimizning bu fani olamdagi yo'lovchi, mehmon ekanligimizni bilib turmiz-yu, ammo yana uningga mehrimizni uzalmaymiz. Saltanat, toji taxt odamni ish qutida ko'ydirdigan, ammo visol sharobini birda tanglab, birda noz bilan qechib turgan sho'x nozninga o'xshash o'ziga rom qilib, odamning as-xushini qo'ymaydi ekan. Saltanat ishlarini ost-osta tushunib qoladilar xonzoda. Bundaq suhbatlarning ko'pinchisida har ikkilisi ichiga tinib, cho'nqur xiyollarga asir bo'ladi. Suhbat xulosasiz, javobsiz oxirlashadi. Sultan Yunus Xon bir qishni Toshkentda Umar Shayx Mirza bilan baxmi ko'ngillik xotirjam o'tkazdi. Bu jarayonda ular ota boladek bo'lib qilishgan edi. Qish oxirlashib, yoz faslining kelishiga ergishib, Sultan Yunus Xon asta safar tayyorligiga kirishdi. U har qitim Oqsuga qaytadigan vaqtni xiyol qilganida ko'z oldiga Umar Shayx Mirza kelib oladi. Umar Shayx Mirzami uning bilan ko'proq birga bo'lib olmoqchi bo'lgandek, ilgirgidek 1-2 kunda bir qitim emas, kunda 1-2 qitim Sultan Yunus Xonning qishig'i keladi. Hay isit, bu qish ajab tez o'tib ketdi desa, deydi u ko'nglidagini yoshirmay. Rost gapni qilsam, sizlardan ayrilishga ko'zim qiymayotdi olaylar. Xuddi ota boladakli ko'nishib qolgan ekanmiz. Ish qilib yo'lga chiqishga oldirmisizlar. Qoshlariga to'la kelib elib zerikib turib qo'ymaganda mana. Zeriksilmi mayli, ko'proq didor muloqotda bo'lib olay dedim. Endi sizlar qachon ko'rishimiz deysizlar. Orliq yaqinroq bo'lsa ko'shki. Bu gaplarni olgan Sultan Yunus Xonning vujudida gurrida hayajon paydo bo'ladi. Uning ikki xonzodasi Sultan Mahmud Xon bilan Sultan Ahmad Xon Umar Shayx Mirzaga bekli ichkab ketgan edi. Uni ko'rsa, okajon desa okajon deb holi qolmaydi. Ha desa Umar Shayx Mirzaning qasriga qechib ketadi. Umar Shayx Mirzaga bu darajada mehr tushib qolganligidan Sultan Yunus Xon o'zimi hayron edi. Hurmatli anglag'uchilar, bugun kitobni mushakcha o'qib beray. Ko'ngil qo'yib olganinglarga rahmat. Xayr xo'sh, omon bo'lgaysizlar.